Namsa diqqətinlə ündidardı bolsun. Toshkent. Samarqandda Bobur bilan Sulton Ali Mirzdan qattiq yengilib, lashkar chekindirishga majbur bo'lgan Shaybonxonning yo'qolan bahoni sababli ko'zitib Toshkentga kelmay Turkistonda turib olishi. Amir lashkar Said Muhammad Mirzaning qattiq gumonini qo'zg'ab qo'ygan edi. Onun qayta tavsiya qilishi bilan Sulton Mahmud Xon Shaybonxonga lashkariy divondan hamdamga avatgan lashkarlarni darhol o'rniga qaytarish xususida farmon avatgan bo'ldi. Biroq Shaybonxon Samarqandga qaytadan lashkar tortib borganligini bahona qilib maktub yo'llab turib oldi. Sulton Mahmud Xonning aslida Samarqandni ilkiga elish orzusi bor edi. Mərhum Sultan Ahmad Mirzning etibarlıq malikasi Qoriko'z begim nikohida bo'lg'achqa o'zini kuyovg'ullik salohiyati bilan Samarqand taxtigohining qonunliq mirosxo'ri hisoblaydi. Shunga u Shaybonxonning ko'rsatgan bu bahona sabablarini yo'lliq hisoblab, ancha kor bo'lmayotdi. Xon lashkarlari cho'qim lashkariy divonni boshqarishida bo'lishi kerak oliylar. Dedi Said Muhammad Mirza parvosiz o'tirgan Sulton Mahmud Xonga tushundirib. Sarkarda Shaybonxon qachon Samarqandga lashkar tossa, shu chog'da yana hamdamga lashkar ajratib pasak bo'ladi. Shuncha xon lashkarlarining o'rdadan yiroq joydagi bir sarkardaning ilkida turaverishi yaxshi ish emas. O'g'o shundoq, dedi Ahmad Bey Talba Sulton Mahmud Xon eg'izichi bo'g'icha oldirab gapga qo'shiq selib. Biroq shuncha lashkarni u yoqdan bu yoqqa yo'tkab yurgicha bir joyda muqim turg'izganimiz tuzukmikin. Sarkarda Shaybonxon janoblarimo xon oliylarga bir necha qitim ma'lumot yo'llab, Fatihqinda puxta tayyorlik ko'rib, Samarqandga lashkar tortish muddasini bildirdi. Shunga xon lashkarlarini Toshkentga qaytarib kelmasakmi bo'larmikin? Samarqand allaqachon Bobur podshohning ilkiga o'tib bo'ldi, dedi Said Muhammad Mirza ochiqini zo'rg'a besib olib turib. U nimalar degan bilan xon oliylarining jiyani. Amdilikni qo'pib Shaybonxon Samarqandga lashkar tossa, tog'i bilan jiyan o'rtasida adovat paydo bo'lib qolmamdi. U Sulton Mahmud Xonga lopqid qarab qo'yib, qo'shib qo'ydi. Qandoq dedim oliylari? Tog'i bilan jiyan shahar tolishibdi degan batnomga qilishni janoblarimi xohlamaydilar-ku deyman. Albatta, dedi Sulton Mahmud Xon yoqtirmagan qiyofatda qalti yutilib. Jiyanmi farzandimiz bilan o'xshash emasmi? Sarkarda Shaybonxon nima uchun hozirgacha o'rdaga salomga kelmaydi? Ilgirg'o Turkistonning qozoq sultonlarining tahlikasidan mudofaa qildi dedik. Hozir u qozoq sultonlarimi xeyli tinchib qoldi. Aslida bu dövrem Samarqanddan lashkar chekindirgandan keyin Toshkentga kelishi kerak edi. Said Muhammad Mirzaning gapining Sulton Mahmud Xonga ta'sir qilganini ko'rib, Ahmad Bey Talba, Mirza Ne'mat Pasha, Sulton Junaydi Barlas, Ayub Begcha qatorliq amirlar turolmayli qoldi. Balkim Samarqanddagi mag'lubiyatidan xijil bo'lib qolgan chig'i, dedi Mirza Ne'mat Pasha Sulton Mahmud Xonga so'zlashga fursat bermay. Aslida Shaybonxonning Samarqandni xon oliylarga to'p qilg'isi bor edi. Afsus, tali qosib qoldi. Mirza Ne'matning ko'rsatgan bu sababi darhol unumini ko'rsatdi. Sulton Mahmud Xon oldidagi bir qocha g'izosini boshqalarga tottirib qo'ygan kichik boladek umchaydi. Ko'zlarida adovat, hasad tuyg'ulari balqidi. Anglashimizcha, hozir Bobur Mirza ig'ir kasalmish. Ular Sulton Mahmud Xonning xiyolini chalg'itish uchun suhbatning temasini boshqa tarafga burashga tirishdi. Samarqanddan kelgan oyg'oqchilarning deyishicha, Bobur Mirza hozir o'lik bilan tirikning oralig'ida yotarmish. Til zabonidan, g'izodan qolganmish. Enasi Jahongir Mirza Andijon taxtida o'ltirishga hozirlanganmish. Bu xabarlar Sulton Mahmud Xonga ancha yangilik emas edi. Umuman shunday mishmish xabarlarni anglag'ili bir necha kun bo'lgan edi. Shunga ancha e'tibor qilib ketmadi.
Navoda Babur Mirzaga olim odis biror ish bo'lib qolsa, Samarqand yana boshqalarning qo'liga tushib ketadi. Dedi Ahmadbek Talba birdan aqlini topgandek bo'lib. Shunga Samarqandga lashkar mang'uzishning taraddudini qilg'ash turganimiz afzal. Andijonni so'rab yozgan maktubiga Boburning javob bermaganidan ranjib qumsaqlab turgan Sulton Mahmudxonga bu taklif obdan bahona bo'lib berdi. Rost, har ehtimol qarshi buni o'ylashib qo'yishimiz kerak, dedi u. Jonboyada qazo bor debdikan. Navoda Bobur Mirzaga biror ish bo'lib qolsa, Samarqand posibonsiz qoladi. Onundan mushundaq javobni kutib turgan amirlar qaytadan jonlandi. Barhaq, Samarqand posibonsiz qolsa bo'lmaydi. Buni Bobur Mirzaning g'amini yeganlik. Shaybonixonga Samarqandga lashkar tortishga farmon berganlar oliylar. Bobur podshoh oliylarining texi o'lim xabari kelgani yo'q janoblar. Dedi Said Muhammad Mirza ochiqini besib ololmay. Shunga Samarqandga lashkar tortishga uncha oldirab ketishmisizlar. Hozir Oqsidagi Uzun Hasan, Ahmad Tanbal qatorliq bir qism amirlar riyokorlik bayrog'ini ko'tarib chiqib, Jahongir Mirzani quturtib, uni Andijon taxtida o'tirg'izishga oldirashmoqda. Ishonchli ma'lumotlardan qaraganda, ular Oqsidan lashkar tortib kelib Andijonni muhosir qilibdi. Said Muhammad Mirza Sulton Mahmudxonga qarab, ularning bu kuproni qilmishi Farg'ona saltanatini kutilmagan balo qazoga duchor qiladi. Xon oliylarining ularga ikki qizlarga nasihat qilgani tuzukmikin deyman. Bundaq vaqtda bizni Samarqandga lashkar tortsak, nomardlik bo'lib qoladi. Sulton Mahmudxonning Andijonda yuz bergan bu voqeadan xabari bor edi. Onasi Ison Davlatxonim bilan Shoh begim ondan yordam so'rab maktub avatgan edi. Ammo Ahmadbek Talba qatorliq amirlar sukut qilib turaylik. Ish chang'i chiqsa isyonni tinchitish bahonasida lashkar tortib berib, Farg'onani ilkimizga olaylik. O chaqda og'i-ini jiyanlardan qaysini Andijon taxtida o'ltirg'izsalar, ular sizga gap so'zsiz bay'at qiladi. Siz cho'nxon bo'lib Farg'ona saltanatining tasarruflariga oladilar, deb maslahat bergan edi. Said Muhammad Mirzaning oxirgi so'zlari Sulton Mahmudxonni xijil qilib qo'ydi. Samarqandga lashkar tortish xiyolidan voz kechishga majbur bo'ldi. Andijonning taxt da'vosi ul og'i-ini jiyanlarimizning ichki ishi. Dedi Sulton Mahmudxon ichki tuyg'usini yoshirib parvozsizlik bilan. Bu ishlarga hozircha mening aralashmay turganim tuzuk. Uning ustiga ikki validam shu yerda. Ular bu ishlarni yaxshi bir taraf qila oladi. Buguncha bu ishlarga boshqa turmayli. Samarqandga lashkar tortish ishini tilga ilib yurmayli. Eng yaxshisi, kelinglar, sharobimizni ichaylik. Sulton Mahmudxonning hukumidan gulqaqalar echilib ketgan amirlar uni maqtab ko'kka ko'tarishga boshladi. Said Muhammad Mirza xonga yana gap qilishga petin olmay, beshini to'van soldi. Shu topda u aksi Muhammad Husayn ko'raganni eslab qolgan edi. Og'am bo'lgan bo'lsa, bu xushomatchilarga taqobil turib, xon oliylarini gapga kirgizalaydi. U hozir nima ish qilyotdi ekan? Ajab o'rdipidan medarlamay turib oldi. Pat-pat kelib ordishlarga oralashib tursa yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa, xon oliylardan ranjib qolgandek qilmaydi. Qanday qilsam bo'ladi? Ahvolni ma'lum qilib maslahatini olaymi? Ajab bir tanqislik qoldi o kishi. Oppoq lechak ostida Xonish Ison Davlatxonimning sochlari to'liq oqarib ketgandek ko'rinadi. Uyqusizlikdan mo'ytavr o'ltirishib ketgan ko'zlari qizargan bo'lib, chiroyi yangi kasaldan qo'rqqandek rangsiz edi. Yenida o'ltirgan qizi Qutlug' Nigor xonimning chiroyli bodam qapoqlari yig'idan ishib ketgan edi. Pat-pat esadab qo'yatdi. Yo'ning ahvoli qanday qaraq? So'radi Xonish Ison Davlatxonim pagada qo'l bog'lab turgan Mavlon Xo'ja Abdullah qozi bilan Ali do'st tog'ayiga qarab. Yo'q lashkarlari hayyo ko'zda pat-pat hujum qo'zg'ayotgan bo'lsa-mu, lekin xandaqdan o'tib ketnamayotdi.
dedi Mevlana Hoca Abdullah Qazi. Yigitlerimiz cesaretlik. Onun üstü qorğanның sepili müstehkem. Xatırjam bolğayla. Oziq-tüliklərning ahvolichi. 18 ming qo'yning hammasini qo'rg'ondagi har qaysi lashkargohlarga hamda fidoyi bo'lib chiqqan yigitlarning oilasiga ulashtirib berdim. Ombordagi ochiqlar butkul qo'rg'ondagilarning 6 oy yeyishiga bemalol yetadi. Zinhor ansirmisizlar? To'la obdan, dedi Ihson Davlatxonim rozimanlik bilan. Bobur podshohdan xabar bormi? Texchi yo'q. Balkim bugun atgacha xabar bo'lib qolar. Oğludan texchi xabar yo'qligini anglagan Qutlug' Nigor xonim qaytadan xitildab yig'lashga boshladi. Ko'z yoshlarini oyab qo'ysizlar qizim. Yana lozim bo'ladi. Dedi Ihson Davlatxonim ranjigan holda. Tursizlar. Chiqib xonish onalari Shoh begimdan ahvol so'rab chiqsizlar. Atgandan beri mening cho'lam tegmadi. Salomimni yetkazsizlar. Doğrusunu vaqt qaralida ishsin. İmkon bor zo'rlab chiqish qizay yigitsizlar. Alloh xolisa, atganda ahvol so'rayman. U nazarini yana Mevlana Hoca Abdullah Qazi bilan Ali Do'stag'ayga og'dirdi. Ikkilar bo'lgandan keyin qo'rg'onning mudofaa ishlariga men chepilib olmay. Ma'lumot beramiz deb qishimga kelib yurishmisizlar. Pat-pat chaparman avatib ahvoldan xabarlantirib turishinglar. Xo'sh. Ikki amir Xonish Ihson Davlatxonimga salom bajo qilib chiqib ketdi. Men Mirza darvoza tarafga berib ahvolni kuzatib kelay. Sizlar Xoqon darvoza tarafining ahvolidan xabar olsizlar. Dedi Mevlana Hoca Abdullah Qazi orada darvozadan chiqqandan keyin Ali Do'stag'ayga qarab. Xo'sh. Ali Do'stag'ayi etining beshini Xoqon darvoza tarafga boradi. Uning orqasidan 50 nafar nökeri ergashdi. Shu topda Ali Do'stag'ayining vujudini ziddiyatli xiyollar chirmavagan edi. Xonish Qutlug' Nigor xonim nimancha undaq yig'laydigandi? Bobur podshohning o'lim xabari rostmidi ya? Amisi buzruk Xonish Ihson Davlatxonim nimasi shuncha tamkin? Turqidan hech ish bo'lmagandek ko'rinadi. Acaba nevrasining musibat xabari uning ta'sir qilmadimikin? Nevri o'tdi farzand o'tidan yomon edi u. Mevlana Hoca Abdullah Qazi bugun boshqacha shuklab ketibdi. Balkim shum xabarni bildirgizganmay o'zbekning g'amini yevatamdikin. Bu odamning ichidagini bilmoqqa ta'assadi. Yashang'ina boqmay shuncha tetik kema. 3-4 kundan beri tuzuk aramamadi bo'lmasa. Yeli sepil, yeli darvoza, yeli arik orliqda chekib yurgini yurgan. Bobur podshoh valiylarning o'lim xabari nimish unga ta'sir qilmagandi. Shaharni buncha mahkam bekitib kimni saqlayotgandi? Ba'zi ishlarni uning maslahatiga selib boqsam qandoq bo'lar? Turqidan mendan sir yashirgandek qiladi. Bunday ahvolda qandoq uning bilan maslahat qilib bo'lar? Bo'lmasa men o'zbekimning g'amini qilib qo'yaymi ya? Her kim o'zbekning g'amini yemasa quyruqini bo'ri to'laydi deydigan gap bor. O'znasam bilan Ahmad Tanbalning gaplari rostmidi? Qarab turib mansab martabamdan ayrilganni oz deb kollamdan ayrilib qolamanmi? Ali Do'stag'ayi dilg'ulluq ilkida oqshomgi suhbatni esiga oldi. O'znasam bilan Ahmad Tanbal shuncha qattiq muhosir qilibmi Andijon shahrini elishga ko'zi yetmagandan keyin Ali Do'stag'ayga bir qancha qitim oyg'oqcha avatib, bir qitim xufiyani ko'rishni talab qilgan edi. Samarqandga Bobur podshohdan texchi xabar bo'lmaganligi, uning ustiga Bobur haqida har xil mishmish paranglar ko'payib qolganligi uchun xeyli tavrinib qolgan Ali Do'stag'ayi oqshom qo'rg'ondan yoshirincha chiqib, ular bilan ko'rishgan edi. Amir janoblarining taklifimizga e'tibor qilib kelganliklariga ko'p tashakkur. Dedi Uznasan qisqagina salom satdan keyin. Hammamiz Farg'ona saltanatining to'hbkor amirlarimiz. Shunga oradagi o'qishmaslikni tugatib, poytaxt Andijonni yog'i balosidan saqlab qilish
borcimiz bardır. Bu yanılı Fergana saltanatı üçün faydalı. Uzun Hasan'ın kızgın muamelesi, mücmel sözleri Ali Dostağay'ını gangırtıp koygan idi. Kaminleri aldırayman, dedi o kanaldaki təşvişini besip durup. Şun Cenab-ı Əmirlə muddasını tezrek bildirgen bolsa. Ali Dostağay canapları gepni mu, işini mi kesip kılıdı? Dedi Ahmet Tembel yeligerlik bilen külüp. Muddayımız şu ki canaplarını Babur Padişah alilerinin vapatıdın vakıflandırış. Ali Dostağay'ı gumansırgan halda iki emirge qaradı. Çünkü bu haber onun yenilik emas idi. Andijanda bu mişmiş gapning tarqalganiga 3-4 kun bo'lib qolgan edi. Bizga texi bu vaqtda rasmiy musibat xabari kammidi. Andijon texchi podshoh oliylarining hayot ekanligidan umid bor. Gap mana mush yerda, dedi Uzun Hasan o'ziga tamkin sin berishga tirishib. Aslida bu shum xabar eng avval Andijonga yetkazilishi kerak edi. Neymişki bu şum xabarni texchi Andijonga yetkazishmaydi? Uzun Hasan so'zining vaznini dangsayotgandek bir necha daqiqa to'xtab olgandan keyin yana davom qildi. Buningda cho'qim bir o'yin bor. Qosimbek Qovchin degan badniyat Samarqandda o'lja ilingan hisobsiz xazinani o'ngchi egilib olish uchun podshoh oliylarining o'limini qasddan sir tutyotdi. U tuzkur allaqachon Buxorodagi Sulton Ali Mirzo bilan xufiyani kelishib bo'ldi. Sulton Ali Mirzo Samarqandga kelib taxtda o'tirdigan, Qosimbek Qovchin uning o'rdisida o'xshashli Amrul Umara bo'ladigan bo'lib, ahd qilishib bo'ldi. Ko'rdingizmi bu tuzkorlikni? Ikkinchi Xonzoda Jahongir Mirzo taxtda o'tirsa, mansab martabasini saqlab qololmaydiganligini ansirab, mana shu kuprani yo'lni tanladi. Hatta bu muddasini qarshiliksiz ro'yobga chiqarish uchun podshoh oliylarining vafotini el jamoatdan yoshirdi. Podshoh oliylarining muborak meyti texchi yuyib taralg'ini yerligida qo'yilgani yo'q. Nadimi meyitni vaqtida yerligida qo'ymay, ashundoq uzun saqlagan ba? Bu degan musulmonlarchilikqa yot, shariat ahkomlariga xilof. Biz faqat podshoh oliylarining vafoti bilan dushmanlar qutirab ketmasin deb Xonzoda Jahongir Mirzo oliylarini taxtga o'ltirg'izib, el yurtni amin topqizishga oldirdik xolos. Dedi Ahmad Tanbal azvaylab so'zlab. Taxt saltanat bir kunmi pasibansiz qolsa bo'lmaydi. Ammo bizning bu sadoqatimiz osiylik bo'lib, ul batniyat Qosimbek Qovchinning tuzkorligi, sadoqatmanlikning timsoli bo'lib ta'riflangani qiziq. Haqning buncha ostin-ustin bo'lib ketishini zinhor o'ylamagan ekanmiz. Taxt sohibi bo'lmish Jahongir Mirzo oliylarini poyandoz silib o'rdaga taklif qilish u yoqda tursin, qo'rg'onning sirtida tunashga majbur qilishyaptilar. Bu degan kechirgisiz ig'ir gunoh. Shuncha nurg'un bahodir sarkarlashganlarimiz bilan Andijonni ololmasmizmi? Albatta olalaydik. Ammo birinchidan qo'rg'ondagi Buzruk xon mo'minlar bilan xon onasining hurmatiga rioya qildik. Ikkinchidan sizga o'xshash uzun mazgil saltanatga sadoqatmanlik bilan xizmat qilgan to'pkor amirlarning istiqbolini o'yladik. Uchinchidan shahardagi avom ra'yatni cho'chitib, besramjon qilmaylik dedik. To'rtinchidan Jahongir Mirzo oliylari mehr shafqat qildi. Eng muhimi, sizning ahvoldan xabarsiz ekanliklarini nazarda tutib, avval tushuncha berishni loyiq topdik. Uzun Hasan bilan Ahmad Tanbalning to'xtamay qilgan so'zlari Ali Dostağayga asta-asta ta'sirini ko'rsatdi. Uning yana dilg'ul bo'lib turayotganligini sezgan Uzun Hasan to'mirni qiziqida so'qishga kirishdi. 10 o'likdan bir shahid a'lo, 10 shahiddan bir tirik a'lo deb ekan. Allaqachon Allohning dargohiga safar qilib, rahmat daryosining sharbetini tetigan Bobur podshoh oliylarini himoya qilamdilar yoki Andijon shahrining bo'sog'isiga kelib qolgan Jahongir Mirzo oliylariga bay'at qilamdilar. O'zlarining ixtiyorlari. Sizlarni zinhor zo'rlamaymiz. Kon birodarchiligimizning yuzini qilib ogohlantirib qo'ydik.
Jahangir Mirza aliylerimi, rahmetlik pasibanımız Ömer Şeyh Mirza aliylerinin öz pişti. Merhum Babur Padişah aliylerinin ana bulak inesi. Ağası vafat bolsa, ornuğa inis taxt varisi buluş, əzəldən davamlaşıb gələn udum. Onun üstüge Babur Padişah alileri tek öylenmeyenlik üçün farzandimi yok. Şuna Jahangir Mirza alilerinin Farg'on saltanatının xonlik tacını kiyişi berhaq. Janoblarının Babur Padişah alilerinin vafatıdan gumanlanğanlıqlarını düşünüşki boludu. Ko'ngildagi gumanni tug'al saqit qilish uchun isbot ko'rsatishga amalsizmiz. Ammo dargohimizda podshoh oliylarining ko'z yumg'inini o'z ko'zi bilan ko'rgan mahrimi bor. Bo'lmasa usulga guvohlik bersin. Mirzali do'stag'ayi lam-jim demay turib oldi. Yuragini qamallab olgan ziddiyatli tuyg'ular to'xtamay erishatdi. Ahmad Tanbal sirtga chiqib ketib, hayal o'tmay 18-20 yoshlar atrofidagi bir yigitni boshlab kirdi. Mana bu yigit Babur podshoh oliylarining mahramlaridandir. Qoldi gapni o'z og'zidan anglag'ayli. Ali do'stag'ayi qo'rinib turgan yigitga mundaq nazar tashladi. Bir qarorga kelamay ikki to'yin bo'lib turg'achqimi, gap so'rashga ro'yi bormadi. Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi yigit Uzun Hasanning ko'z ishorasidan keyin suvonga kelib. Babur podshoh oliylari qattiq og'rib, til zabon, g'izo taomdan qilib 4 kun behush yotdi. Ilojsiz og'zing paxta bilan suv temitdik. Keyin Amrul Umara Qosimbek Qovchin janoblari bizni podshoh oliylarining xizmatidan xalos qildi. Anladingmi janoblari? Mahram yigitning ortiq so'zlab ishni buzib qo'yishdan ansirgan Uzun Hasan darhol eg'iz ochdi. Amir janoblarining oldida deganlarim rost deb qasam qila olamsan? Yigit damalliq bir nim deyanmay to'tiqladi. Ahmad Tanbalning dahshat yig'ib turgan ko'zlariga qarab, asta eg'iz ochdi. Allohning nomi bilan qasam berman begim. Bo'ldi, chiqib ketdi, dedi Ahmad Tanbal. Chedirining ichini eg'ir sukut qapladi. Ali do'stag'ayining xilil tavrinib qolganligini his qilgan ikki amir qasddan jim bo'lib elishdi. Babur podshoh oliylari rostdan vafot bo'lgan bo'lsa, o'rniga inisi Jahongir Mirzaning taxtda o'ldirishi barhaq. Ammo Mavlona Xo'ja Abdulla Qozi nemishqa Babur podshoh oliylarini hayot deb johillik qilgan-di? Qanday qilsam bo'lar? Navoda Jahongir Mirza taxtda o'ltirsa, uni shaharga kirgizmay qilgan gunohimizni surishtirmay qolmaydi. Saltanat ishlariga to'sqinlik qilding deb o'limga buyurishim mumkin. Xotin bolalarim bor emasmi? Ularmi mening vabolimga ketmasmi? Chedirga Jahongir Mirzaning tuyuqsiz kirib kelishi bilan Ali do'stag'ayining xiyollari bo'lindi. Xon oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Uzun Hasan bilan Ahmad Tanbal darhol puklanib salom berdi. Jahongir Mirzaning ko'kish ko'zlariga shundaqli qaragan Ali do'stag'ayini vahima besib, putqulida jon qolmadi. Darhol esni yig'ib salom berdi. Assalomu alaykum, xon oliylari. Jiddilashib kelib qurib ketgachgimi, Ali do'stag'ayining ovozi xirildab chiqdi. Chiroyi oqsiriq kelgan, Amdil o'yat yoz kirgan bo'lsa-mu, xiyli surlik ko'rinadigan Jahongir Mirza Ali do'stag'ayiga so'g'uqli nazar tashlab, to'rlikka mahmal yopiqlik kursiga berib o'tirdi. Beliga esvagan qilichi kursining yeniga tegib ketdi-mu, aytavur jarang-jurang ovoz chiqib ketdi. U qilichining dastisini tutib, oldiroq surib qo'ydi. Yer tegidan kuzatib turgan Ali do'stag'ayiga Jahongir Mirzaning bu maqsadsiz harakati shunday qo'rqinchli bilinib ketdiki, o'lim vahimasidan loq-loq titradi. Ma'lum bo'lg'ay, Andijon shahrining do'rg'isi Ali do'stag'ayi podshoh oliylariga salomga kelibdi. Jahongir Mirza ko'zining qirida qarab qo'yib, chiroyiga suz tabassum yuguratdi. Bildirgan sadoqatlarga minnatdorman. Jahongir Mirzaning so'zini anglab, Ali do'stag'ayi yengil bir nafas oldi. Xon oliylarining istiqbolli vaqtida chiqolmaganligim uchun ayblikman. Afu qilg'aylar. Hech qisi yo'q, dedi Jahongir Mirza kang qo'saqlik bilan.
Silning qısıladigan yerleri bor. Andijonning tizgini yolg'iz silning qo'llarida emasdi. Barhaq, qibligahimiz shafqatlikdir, dedi Uzun Hasan oldirab eg'iz ichib. Boya Ali Do'stag'ay janoblari aytdi. Mavlon Xo'ja Abdulla qozi to'la johillik qilib turvag'ashqa imkon qilinmabdi. Jahongir Mirzo beshini yengil langshitdi. Endi qandoq qilay deydilar amir janoblari. Ali Do'stag'ay beshini texmi agdi. Bol arzimas kallamni badal qilibmi bo'lsa, podshoh oliylariga sadoqat bildirman. Barakalloh, dedi Jahongir Mirzo kulimsirab. Sizlardek sadoqatman amirlar bo'lg'ashqa Farg'ona saltanatining ishlaridan andisham yo'q. Xo'sh, oyog'imga qachon poyanda solay deydilar? O'zlariga ma'lum, savr toqatnoma cheki bo'ladi. Endi kutib turolmayman. Ali Do'stag'ayning tutqoliga xeyli mag'dur kirib qolgan edi. Siliq sipoy so'zlayotgan Jahongir Mirzo uning ko'ziga boshqacha suyimli ko'rinib ketgan edi. Aslida podshoh oliylarga hozirning o'zida poyanda solsam bo'ladi. Biroq qo'rg'onning ahvoli boshqacharoq, lashkariy huquq mening ilkimda emas. Navoda shohimizga muvofiq kelsa, kechda Xoqon darvosini ichib bersam, sarkar lashkarlar shu yerdan kirib shaharni ilkiga olsa. Chunki Mavlon Xo'ja Abdulla qozi appalli joyida gap qildilar. Posibonimiz uchun buningdan katta poyandoz bo'lamdi jahonda, dedi Uzun Hasan hayajonini bosolmay. Xoqon darvosidan kirib olsak, Ul Xo'ja qozining ishi oson. U biroz turib olib yana davom qildi. Bir guruh lashkarlarimiz Mirz darvosiga hujum qilgan bo'lib, Ul Xo'ja qozining diqqatini o'sha tarafga bursin. O chaqda sizligimi Xoqon darvosini ichib berish osonga to'xtaydi. Shundoq bo'lsin amisa, kechda ko'rishaylik, dedi Jahongir Mirzo. Ot ustida ketib olgan Ali Do'stag'ay ko'nglidan kechgan bu xiyollarni boshqalar bilib qolgandek atrofga xuduksirab qaradi. Navkarlari kaynidan bahroman agishib kelyotdi. Shahar aholisining ko'pinchisi urush vahimasida o'ylarga bekinib olishgan, hunarvan tijoratchilar do'konlarini taqashgan. Ko'cha rastlarda odamlar to'limi shalom edi. Ey shafqatli Alloh, ozg'an bo'lsam gunohimni o'zing mag'firat qilg'aysan. Ali Do'stag'ay ufqqa o'rinliq bilan siljayotgan quyoshga qarab qo'ydi. Shu topda u quyoshning tezroq o'ltirib kech bo'lishini taqozolik bilan kutib-atdi. Oxir qorong'i tushdi. Eg'ir alyotqa mahalda Xoqon darvosidan anglangan cho'qqon surand sadosidan butkul Andijon shahrini sur bosdi. Mirza darvosi tarafni muhofazat qilayotgan Mavlon Xo'ja Abdulla qozi nemish bo'lganligini bilmay, ahvolni bilib kelishga choparman manquzdi. Xo'jan hokimi Abdurahmon Xalifa Samarqanddan tuyuqsiz yetib kelgan Boburni qilishga tegishli hurmat ehtiromlarning hammasini bajarib keltirib istiqboliga chiqib kutib oldi. Xudoga 100 ming qatli shukr. Farg'ona saltanatining baxt yulduzi o'chmabdi. Dedi salom saatdan keyin Boburning texi hayot ekanligidan cheksiz shodlangan Abdurahmon Xalifa. Podshoh oliylarini qazo qildi deb fitna qilishgan ultuzkorlarning tiliga ko'ydirgichqa ilohim. Kiyiplarning ko'ngil qo'yib davolashi bilan asta-asta asliga kelgan Bobur Andijonning osiylarning qo'liga tushib ketishdan ansirab Samarqandni tashlab yo'lga chiqqaniga bugun to'p-to'g'ri 7 kun bo'lgan edi. Gerçi tili gapga kelib ancha-muncha g'izalong'idek bo'lgan bo'lsa-mu, otda o'ltirolmaydi. Shunga yo'l bo'yi 4 ot qaytilgan mabida kelgan edi. Shu topda Abdurahmon Xalifaning ko'rsatgan sadoqatidan xush bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qilgan gapi ko'nglini bir qismi qilib qo'ygan edi. Shunga Xalifaga javoban so'sli kulimsirash bilan kupaylandi. Nima gap bu? Ul Osiy munofiqlar meni qazo qildi deb fitna tarqatishgan o'xshamamdi. Bu gap al-yurtga tarab ketgan bo'lsa, ahvol farzimdikidanmi ig'ir bo'ladi. Yo hazar, bo'lman Alloh nima degan zaharxanda? Kesal va yo'l azobida chiroyi totirib ketgan Bobur Qosimbek Xochinga bu nima gap deganini qilib qaradi.
Abdurahman xalifaning şübhəyə qızlıq qılıb deməydigan gapni aldırıb deb sağınıdan jili bo'lib turgan Qosimbek Qavchin ko'zini Boburning ko'zidan ap qaçdı. U əmdili esiga kelishga boshlagan Boburning bu fitnalardan xabar topsa, ochiqdan yana kesilib qolishdan ansirgan edi. Şuna Uzun Hasan bilan Ahmad Tanbalning tarqatgan bu fitnasini Boburdan sir tutgan, boshqa amir sarkarlarga og'zini jimlab qattiq ehtiyot qilishni cheklagan edi. Mana bilgisi qapti yotmabdi degandek, kutmagan yerdan Abdurahman xalifa shubhaga qizliq qilib qo'ydi. Bol o'saklarni yo'lda kelib yetib biroz bizmo astul anladik qoliydir. Dedi Qosimbek Qavchin o'zini xotirjam tutishga tirishib. Bu shu tuzkorlarning suiqasdining bir qismi. Balkim Andijonga texib berib yetmagandir. Xo'jand anlasuni Andijon anglamay qolsinmi? Özürük mumlarım bilen anam hem de egiçim Xonzod xonimlarning quluqiga yetgan bo'lsa, nim bo'lib ketganda ular. Nomard xumslar maqsadiga yetish uchun qo'lidan kelgan shumliqning hammasini qilibdi-da. Bu fitnaga darhol xotima berish kerak. To'g'ri. Buning eng yaxshi chorasi udul Andijonga berish. Aslida u Xo'jandda bir kun orom elib, ondan Andijonga qarab ilgirlashni ko'ngliga pukkan edi. Bu xiyolidan darhol voz kechdi. Xo'jandga kirmayli. Lashkarlar Andijonga qarab davomli ilgirlasin, dedi Bobur qat'iylik bilan. O'zidan bir savanlik sodir bo'lgandek tuyg'u kelib qolgan Abdurahman xalifa tashvishlangan holda eg'iz ochdi. Bu qandoq bo'lg'ini podsho oliylari? Hech bo'lmagan qo'rg'on kirib biror piyola choy o'tlab ko'rsatgan sadoqatlarga tasanno, dedi Bobur kaskinlik bilan. Choylarni cho'qim ichaman, lekin bugun emas. Sizlar darhol qo'rg'onga kirib non bo'lamdi, tayyor g'izo bo'lamdi, ishqilib yegidek narsa bo'lsa hammasini ep kaynimizdan yetsizlar. Lashkarlar yo'l bo'yi talqon yeb ko'p haraz totdi. Yana qo'rg'on omburidagi zapas ochiqlarni hammasini ep chiqsalar. Yana gap qilishga tamshilib turgan Abdurahmon xalifani Qosimbek Qavchin to'sib oldi. Oliylarning farmonini chaqmoq tezligida bajar keltirganlar xalifa janoblari. Farmon berdorman. Abdurahmon xalifa xonning istiqboliga billa ep chiqqan beg navkarlarini agashtirib, Xo'jand qo'rg'oniga qarab ot soldi. Ot keltiringlar, dedi Bobur mapiga ko'zining qirida qarab qo'yib. Boburning ot minmoqchi bo'lganligini pamlagan Qosimbek Qavchinning yuragi jiqqiqib ketdi. Xo'jandda bir kun to'xtashdagi maqsadmi Boburni yaxshiroq orom oldirish edi. Yo'l bo'yi Boburning oldan xabar ep kelayotgan qiyri tevib, uni obdanroq orom oldirishni talab qilgan edi. Gerçi Qosimbek Qavchinmi Andijonga tezroq yetib berishga oldirab tursa-mu, Boburning ahvolini nazarga olib qo'shilgan edi. Chunki 2 kundan beri elang silang mong'udak bo'lgan Bobur ot minadigan bo'lsa, qaytadan uzilib qolishi mumkin edi. Podsho oliylarining yana mapida mong'ini tuzukmikan, dedi Qosimbek Qavchin ehtiyotchanlik bilan. Bobur Qosimbek Qavchinga zarda bilan qaradi. Anladimi amir janoblari? Dushmanlar meni allaqachon o'ldi deb o'sak tarqitibdi. Mapida mansam yezi qishloq, langar, o'tanglar grayat xato tushunib, meyitimni mapida ep kelayotgan o'xshaydi deb qolmasa yana. Gaplarining Qosimbek Qavchinga qattiq tekkanligini his qilgan Bobur talaffuzni sal yumshatdi. Xotirjam bo'lsizlar. Otni o'ltirolg'ichilgim bor. Bobur oqtichisining yordamida kumush uzangiga dastlab otga mindi. Qosimbek Qavchin har ehtimol qarshi Boburga yondashdi va navkar beshi no'yon ko'kildashni Bobur bilan yondashib o'shar mengizga buyurdi. Andijonga berishga oldirawatqachqimi yoki kesil birdan isbot deb qoldimi aytavr Bobur ot ustida xeyli mazmut o'ltiratdi. Ular texi bir chaqirim yo'l yurmagan edi. Tuyuqsiz oldi tarafdan uchqandek chep kelayotgan bir otliq ko'rindi. Uni tunji bo'lib ko'rgan Qosimbek Qavchinning yuragi oqqandek bo'ldi. Otni nimachi tez choptirgandi, xuddi oqisdan bir qug'layotgandek. Andijondan chiqqan xabarchi bo'lib qolmoq edi.
Qosimbek Qavchinning xiyoli oxirlashib bo'lguncha otliq kishi ularga ro keldi-da, shundaqla qarab Boburni to'nadi bo'g'ay, etining tizginini zarb bilan tortib to'xtatdi. Ondan otdan sakrab tushib, ho'kirab yig'lig'inicha Boburga qarab yugurdi. Uninggacha navkarlar darhol uning oldini to'sdi. Üstü besini qo'yiq chang to'zallar bosgan 30 yoshli o'pchirsidagi yigit Qosimbek Qavchinga tonish ko'rindi. Bu Xo'ja Qozi Abdulla hazratlarining shogirdi Shohirib Mirzo. Nimachi kechkidilar podsho olilari. Oldini to'sib olgan navkarlarni bo'sib o'tolmagan Shohirib Mirzo Qosimbek Qavchinning to'sishiga qaramay vaqirdi. Andijon qo'ldan ketdi. Tuzkorlar shummasiga yetdi. Boburning topinidan kirgan bir parcha o't ish bag'rini ko'ydirib, mengsidan chiqib ketdi. Yurikka o'nlagan choyan nashrini sonjigandek chidog'siz echishdi. Shohirib Mirzoning keyingi so'zlari quloqiga kirmadi. Minglagan odamlar quloq tubida Andijon qo'ldan ketdi deb to'g'layotgandek, olam jahon cho'rgilab, yer zamin o'ngtirilib ketgandek bilinib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Yo'q. Mumkin emas. Andijonni sendan hech kim tortib olmaydi. Bardam bo'l, Bobur. O'zingni yo'qotib qo'yma. Sarkard lashkarlaring san umid bilan qarayotdi. Ularni umidsizlantirma. Bobur allaqanday bir kishining turtkisida diqqatini yig'ishga tirishib, yiqilib tushmaslik uchun egarning qushbeshini mahkam tutib oldi. Bir necha daqiqadan keyin ko'z oldi asta-asta suzildi. Shuning bilan tang necha kundan beri xuddi to'silib qolgandek bo'lib qolgan tafakkuri qaytadan echildi. O'zini paydak yengil, ostidagi minib olgan etidek baquvvat sezdi. U birdinla tamkinlashib qolgan edi. Vujudida na vahima, na tashvishdan asar yo'q edi. Xudoga shukr. Harnim bo'z otdan yiqilib tushmabdiman. Ey qudratli Tangrim, bergan madatingga ming qatli shukr. Andijon qo'ldan ketgan bo'lsa, endi oldirmaslik kerak. Oldiraqsonlik qilsam, o'zimni o'l munofiqlarning changiliga tashlab berman. To'g'ri. Xo'jandga qaytish kerak. Samarqand ochliq azobini yetkish tatgan lashkarlar yo'l azobida holidan ketdi. Ularni to'yg'izish, aram oldirish, mag'durga keltirish kerak. Ular bu holda Andijonga bog'ini bilan jangga hargiz yaramaydi. Endi oldirmay qaytadan tadbir tuzmak kerak. Mavlona Xo'ja Abdulla Qozining istidodli shogirdi hisoblanadigan Shohirib Mirzoni Bobur to'nib olgan edi. Andijondagi vaqtida oram topsalar uning bilan ilmiy suhbatlarda, munozirlarda bo'ladi. Mirzoga yo'l beringlar, dedi Bobur navkarlarga qarab va otdan sakrab tushib Shohirib Mirzoga quchoq ochdi. Elala boshqalarning yordami bilan otga mingan Boburning sog' odamlardek otdan sakrab tushishi uningdan andish qilib turgan Qosimbek Qavchinni hayron qoldirdi. Bobur shoh G'irib Mirzo bilan podshohlik salohiyatini qayirib qo'yib, quchoqlashib ko'rishdi. Xo'jand qo'rg'ini qirib paranglasaydi, deydi u qaytadan o'pkadashga boshlagan Shohirib Mirzoning do'lisiga mehr bilan yengil papilab. Ondan Qosimbek Qavchinga qaradi. Lashkarlar orqasiga yansin. Abdurahmon xalifaga chopar mayman qilsinlar. Sarkard lashkarlarga mo'l dasturxon hozirlig'ay. Boburning xuddi mo'jiz yuz bergandek salla mazo soqib ketganligini ko'rgan Qosimbek Qavchin shoh farmonini yetkazib bo'lib, orqasidan etiga qamchi soldi. Yaratgan yegona qudrat egasining mo'jizalari cheksiz. Taqdirimiz qil ustida qolganda Pasha oliylarining kesili birdan shifoliq deb qoldi mana. Cho'qimki bu bir yaxshilikning bishorati. Boy uni bolalik qilib ochqiq baylamay Andijon qirib olsaz qanday qilarman deb o'ymagan edi. Tova. Ajab tamkin bo'lib qoldi desa, balkim buni Alloh egan mo'jiz ko'rsatib ko'ngilga solgandi. Joyda qarar chiqadi. Bo'lg'uliq bo'pti. Endi lashkarlarni obdan oziqlantirib,
aram aldırgandan keyin mağdırımızga kelip elip andan Andijonga yurish qilish kerak. Askerler to'yib qizoqlanmag'ili, go'sht yeb baxmalı xeyli vaqt bo'ldi. Xo'jand Amirning mol chorvalari xeyli ko'p belki. Yetmisi boshqa beylarnikini yeb turamiz. Babur Xo'jand qo'rg'oniga kirgandan keyin Shohg'iyib Mirzaning ma'lumotini anglashga oldirdi. Shundoq oliylar deb gapini davomlashtirdi Shohg'iyib Mirza. Shahar hokimi Ali Do'stag'ay ul Asilaning podshoh olilar qazo qildi. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik degan fitnalarga, yolg'on qasamlarga ishinib, kechida Xoqon darvozasini ichib berib el bo'pti. Bu chaqda ustozimiz Mavlona Xo'ja Qozi hazratlari Sarkarda Xo'ja Muhammad Darzi bilan Mirza darvozasida edi. Ali Do'stag'ayning osiyligi ma'lum bo'lgandan keyin ilkidagi barliq sarkar lashkarlarini boshlab Arikni qo'g'didi. Arik degan o'rda, qo'rg'on deb izohatdi. Sarkarda Xo'ja Muhammad Darzi Arikni qo'g'dash jangida ko'hrikka o'q tegib qazo qildi. Biz har qancha qarshilik ko'rsatgan bo'lsak-mu, yopirilib kelgan yovga taqobil turolmadik. Uning ustiga ul Asila Bobur podshoh olilar qazo qildi. O'rniga inisi Jahongir Mirza olilarini taxtga o'ltirg'izimiz. Buningdan boshqa muddaimiz yo'q deb jar silib turgan bo'g'ashqa bir qism sarvoz lashkarlarimizdan jang qilishdan ro'yi yondi. Shuning bilan amalsiz Arikni qo'ldan berib qo'ydik. Ul qonxo'rlar ustozimiz Mavlona Xo'ja Abdulloh Qozi hazratlarini xon farmoniga sarkaslik qildi degan gunoh bilan Arik darvozasiga esib o'ltiribdi. Xudodan muhayyo qilmadi, pir qog'isidan qo'rqmadi. Babur Amir sarkarlari va Xo'jand beylarining oldida o'zini qattiq tutib olishga tirishgan bo'lsa-mu, ko'z oldiga ustozim Mavlona Xo'ja Abdulloh Qozining Arik darvozasiga esilgan echinishli qiyofati kelib elib, ko'zdan taramlab yosh to'kildi. Özürük mumlurum, validem, egichim Xonzoda xonimning ahvolichi. So'radi u ho'kirib yig'lab etishdan o'zini aram besib olib. Kaminlarni oliylari xabar yetkazishga Bözürük xonish Ison davlat xonim oliylari avatdi. Ular hozir tinch amon. Jahongir Mirza har qancha qora ko'ngil bo'lib ketsa-mu, ular iblis qo'lini sunishdan uyila. Babur shuklab ketdi. Dasturxondagi go'sht kebablar sovib ketgan, kavaqlardagi behi, xo'roz go'shti bisilgan polovlar qetib qolgan edi. Shu topda hammalarning ishtihosi tutilgan, g'izoga qarashga hech kimning zavqi yo'q edi. Baburning ko'z oldiga ikki momisi, onasi, ochisi kelib olgan edi. Go'yo ular "Nemishqa tezroq kelmaysan?" deb ranjiyotgandek bilinib ketgan edi. Andijonni deb Samarqandni tashlab chiqdim. Amdilikda Andijonga qo'ldan ketdi. Bu xuddi g'ofil bu yerdan yo'tkilib, u yerdan mahrum bo'pti degandek ish bo'ldi. Bu menga nima tatqiloq hamdi. Marhum otam qazo qilib saltanat taxtida o'ltirganimdan buyon bundoq ham navkar, ham viloyatdan ayrilib boqmagan edim. Esimni bilganimdan buyon bundoq jafo mushaqqatni, dard azobni ko'rib boqmabdi ekanman. Buncha valla boshqa tinchlikni qolmabdi ekanman. Endi qanday qilsam bo'lar? Andijonga lashkar tossam g'alaba qilishga bo'ladi-ki, mag'lub bo'lishga bo'lmaydi. Navoda mag'lubiyatga yo'liqsam, ul munofiqlarni eshikka 4 tishlik bo'lib, xo'rga texmi o'sib ketadi. Ammo hozir qo'limda sarkat lashkarlarim oz. Xo'janddan cherik yig'aymikin. Lekin yangi cherik bilan Santos qo'zg'alib bo'lgan bilan jangi yaramaydi. Yoki bo'lmasa Toshkentdagi tog'am Sulton Mahmudxondan yordam so'rab, uningdan Andijonga yurish qilishni talab qilaymikin. Uning men qursoq ko'pgina borligi rost. Ammo har qancha bo'lsa-mu, mushundaq paytda qo'sqidug'im saqlab qo'l qo'yishtirib turolmas. Meni demagandimi Andijonda nazarband tutirayotgan onalar bilan egachisidan andish qila. Oxir berib, ashuna insof tag'amga bo'yon qisadigan bo'ldim desa. Mayli, chiday. O'g'il bolaning beshig'i nima kunlar kelmaydi. Bu kunlarmi o'tib ketar.
Cahangir Mirza degan aqlsiz badirek. Mana mı qıldın, özüngə mi qıldın? Vaqti kelganda qandaq cavab bersenkin qini. Ko'nglini sal to'xtatib olgan Bobur beshini tuvan silib o'tirgan amirlarga qaradi. Qazoga rizo, bolaga sabr debdikan janoblar. Qayg'urib o'tirmay dastonga beqishsizlar. Qo'saq to'q bo'lsa o'zimizning o'zgilarning g'amini qilg'ili bo'ladi. O amirlarni g'izoga zo'rligini bilan o'zining g'izoga tavi yo'q edi. Bir parcha so'g'uq go'shtni zo'rlab qo'liga oldi-yu, bir tishlab qo'yib, yana dastonga asta qo'yib qo'ydi. Tova, mavishni deb o'yladi, qo'liga bir parcha ustixon ilib olgan Qosinbek Qovchin hayron bo'lgan holda. Biz Bobur podsho oliylarga tasalli bermoqchi yo'q. U bizga tasalli beryotdi. Bugun kutmagan ishlar ajab to'la yuz berdi. Xo'jandda bir xosiyat bormi nima? Podsho oliylarning tini salomat bo'lsin ilohim. Eng yaxshisi uni ordirib qo'ymay boldirroq Aramilisga da'vat qilay. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.